Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz kernel. То есть, mana shunaqa kernelni asl vazifasini ko'rib chiqamiz va nima vazifalarni bajarishini batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, kernel bu narsani operatsion tizimga oid deb hisoblasak ham bo'ladi, chunki bu operatsion tizimni ichida bo'ladi. Har qanday operatsion tizimni ichida kernel degan narsa bo'ladi. Kernel degan narsa nima? Agar kernel narsani oddiy tushuncha bilan tushunadigan bo'lsak, bu hamma operatsion tizimda bo'ladigan ichidagi narsa. Любой Windows, MacOS yoki Linuxni ichida bo'ladi. Bu narsa nima qiladi? Boya aytganimdek, bizning kompyuterimiz temir-tersakdan iborat. Ya'ni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, protsessor ham temir, videokarta ham, operativniy pamять ham, xotira ham bu oddiygina temir. Operatsion tizimimiz esa bu sistema. То есть raqamlar bilan ishlaydi. Oddiy mana bu bizning klaviaturada A, B, S, D deb bossak, o'shalar bilan ishlaydigan narsa operatsion sistema. Bizning temir tersaklarimiz, то есть bizning protsessor va boshqa narsalarimiz raqamlar bilan ishlaydi. Kernel nima qilib beradi? Kernel bu o'rtadagi ko'prik. То есть operatsion tizimda masalan harflarda masalan Ctrl+V tugmasini bossak, bu biz uchun oddiy Ctrl+V tugmasi. А, kompyuterlar esa, то есть biz temir tersagimiz esa bu narsani raqam asosida tushunadi. То есть 01, 02 ikkilik sistemasida tushunadi. A, shunda bizning Ctrl+V narsamiz temir tersak tushunishi uchun 0 bilan 01 ikkilik sonlik sistemasiga o'girilishi kerak. Xuddi shu o'girilishda kernel vazifasi. Kernel shu narsani qilib beradi. То есть mana shunaqa, bunday tushunsak bo'ladi. Masalan, bir bola bosiladi. Kernel o'sha tuzadi. То есть masalan, o'sha raqamli ABCDlarni qanaqadir simvollarni va boshqa narsalarni shunday ikkilik sanoq sistemasiga o'girib, temir tersaklar tushunadigan tilga olib kelib qo'yadida va shunday qilib foyda most bo'lib beradi, ko'prik bo'lib beradida va shunday qilib ma'lumotlar almashadi. Kernelda asosiy vazifasi shu. Va boshqa mayda analari ham bor. Bu narsalarda shuni o'zi yetadi. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsalaringiz mumkin. Bu hamma narsada bor. Kernel bu macOS, Windows, даже Linux, даже Android, iPhone larda ham kernelda ishlaydi hammasi. Shunaqa. Hamma uchun rahmat.